Okalar 2024-yilda emas, olib haydashga tayyor holatligini poliy navrot qo'yilganini olib kelib qo'ydik. Mashinaning holatlari ideal holatda bo'lib turibdi, okalar. Hamnaqa yaxshi qimmatchi qo'llargacha taqib qo'yilgan, barlargacha ustanovka qilingan, salonlari poliy koja qo'yilgan, patologlari qoraytirib ashibga qilib, bar kolonkalargacha ustanovka qilib qo'yilgan, video registratorlari bor. O'zini halol yurgan prevaga 25000 kilometr bo'libdi. Malibu signal pultlargacha ustanovka qilib qo'yilgan, linoleum poluklargacha solib qo'yilgan, apchkalar hamnaqa koja qilib qoplab qo'yilgan, okalar. Mashina to'liq variantda shumidalalargacha qilib qo'yilgan, oynalari shaqillamaydigan qilib, eshiklarigacha ligirovka qilingan, eshiklari bitta barmog'ida yopiladi, okalar. Mana bunaqa yaxshi Maybach 8 diska balonlargacha taqib qo'yilgan. Bagaj holatlarini ko'ring, bagajlari ham svejiy bo'lib turibdi, okalar. Panellarini qaranglar. Panellari ham qirilib, tizilib ketmagan, ideal holatda. Kojalari ham yengil bo'lib turibdi, matviy bo'lib turibdi, okalar. Zapaskalari ham bunaqa joylab qo'yilgan. Orqa oynalarigacha qoraytirib tonirovka qilib qo'yilgan, oynalari beton, okalar. Hamma palasalar ikkilargacha yopishtirib qo'yilgan, okalar. Mashinaning kraskasi absolyutni top-toza, okalar. Xudo xolis olib mazza qilfaysizlar. Oldi faralarigacha litli ustanovka qilingan, hamma suv sepadigan far sumkalarigacha, okalar. Mashinamizga propan gazlargacha ustanovka qilib qo'yilgan, mana bunaqa yaxshi podmushkalargacha taqib qo'yilgan. Mashina okalar to'liq variantda shumizolyatsiya qilingan, yurishlari ko'p-da, xudo xolasa olib mazza qilib haydasizlar. Beharajat mashina. Kraskasini, prebegini ko'rib, ko'rsatib tekshirib olasizlar. Olib mazza haydayman degan okalarimiz uchun $6400 bo'lsa beraveramiz. Olib foydalanib qoladigan joyi, okalar.